Yana? Ha yo'q, prank. Aytmaylik. Yana bitta surpriz bor sizga. Aytdi. Shetda 3-surprizimiz ham bor ekan sizga. Arabistondan ham mehmon kelibdi. Kim? Taxmin qilingchi. Tarixiy uchrashuv azizlar. Tashadilar hastani, ko'z tegmasin. Siz Qozog'istondan, siz Qirg'izistondan, siz bana Tojikistondan, Olmaliqdan. Qarang, hozir chiqadi Buxoro ham. Qarang, oddiy bitta video qay darajada insonlarni birlashtiryapti. Men shundan xursandman xolos. Sizlarga bir bor assalomu alaykum. Qadrdonlarim, azizlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar yana bir bor. Mana Xudo xolasa Qunduz enaning qissalari hayotiy serialimizning navbatdagi qismini olishni boshladi. Hozir enamga aytib turdim, ena mana oldin kelganingizda chang-chung yo'llardan kelardingiz. Hozir mana chiroyli qilib mana sanatoriyaga kirib kelishda asfalt qilib qo'ydi. Desam nima dedingiz ena? Rahmat tanjonlari sog' bo'lsin dedim. Ko'prik qilgan, yo'l qilgan hojilarga borarkan deyapman. Xudoyo hojilarga borsin yana. Iloyim. Qarang, oldin qanaqa tashlandiq joy edi batlar. Hoji tog'am baraka topsin, mana hozir keladigan dam oluvchilar, bemorlar uchun mana shunaqa qilib chiroyli qilib asfalt qancha metr joyda mana asfalt qilib olib keldi. Xo'p, azizlar biz O'zbekistonda yagona bo'lgan o'sha Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskaniga yetib keldik. Hozir umriga, rizqiga Xudo baraka bersin. Tanjonlari sog' bo'lsin. Undan ham martabasi baland bo'lib, bolalarini, nevaralarini baxtiga sog' bo'lsin Xudo. Allohu akbar. Bu insondan anlaymi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar, charchamasdan. Bizga yaqindagilar, iloyim sog' bo'linglar hamisha. Mana yetib keldik va nihoyat tushamiz endi mashinadan. Ena xo'p, qadrdonlar. Xo'p, bu bilganlar biladi, bilmaganlar uchun ma'lumot. Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Assalomu alaykum. Xola, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Keldilaringiz. Aylanib chiqib ketib qolibdilarmi? Yaxshimisiz? Ha, o'zlari yaxshilarmi? Ha, rahmat. Ha, Qunduz enada ko'rasizmi? Qunduz enani? Qunduz ena bilan gaplashib turaman men telefonda. Ena ko'rdingizmi? Siz tanimaysiz xolos. Sizni taniydi odam shuncha. Assalomu alaykum xojona. Assalomu alaykum. Ha, bir Qozog'istondan dugonalari bor edi. O'shalar bilan ko'rishgani kelyaptilar. Ha, bitta. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Aka, omonmisiz? Sog'misiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ha, enam xursand qilib ketdi kelyapsiz-da. Opa, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar, o'tiribsizlarmi? Bola chaqalar, oilalar tinchmi? Yuring bo'lmasa. Hayt. Sanobarxonga nimaga kelyapsizmi? Ha, yaxshi. Yana? Ha yo'q, prank. Aytmaylik. Yana bitta surpriz bor sizga. Aytdi. Shetda. Kaç kuladilar-da. Va Qirg'izistondan kelganlar, ashaddiy muxlisingiz sizni. Birinchi kelganda birga bo'lganmiz ena. Va enam hayron. Hozir ena O'shdan Narimondan. Qarindoshlaringiz tomonidanman. Aytganman-ku, boshqa kitob beraman deb. Xudo xolasa, olib ketib ko'rsatamiz qarindoshlaringizni. enam hayron qolaveradi. Hamma taniydi. O'zi tanimaydi. Hozir yo'lda kelyapti-dik, ena Damas nima dedi? Damas? Ayni rostib. Bu odam tanishmi to'g'ri? Ha, Qunduz enayu deyapti. O'tgan ketgan mashina, hali Dilmurod aka blogermisiz? dedi, svetoforda. Ha, dedim. Ko'rib turamiz, dedi, orqangni sekin tushirib, "Bu odam taniysizlarmi?" desam, "Ya Qunduz enayu" deyapti, kulyapti.
Bitta bas, ikkita ekan surpriz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Yana? Yaxshi, rahmat. Domla ham yaxshi Bo'lib qo'yibdi. Hojiga borib, Hojilarga borib keldi. Mana Xo'p, azizlar, bu bizni Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Bugun qiziq voqealar juda ko'p bo'ladi. 3-chi surprizimiz ham bor ekan sizga. Ha? Qaysi birinchisidan boshlaylik-a? Bo'lmasa, yuring. Yana bitta surpriz. Bu opaga ham surprizda u. Ana sizlarningizni ko'rib ana ketdi Andijondan tabolak. Ana o'tirib. Ha, videoni ko'rib kelibdilarmi? Hozir gaplashamiz aka. Alloh shifo bersin. Zo'r bo'lasiz aka, kayfiyat tushirmang. Hamma zo'r. hoji ham bor. Assalomu alaykum. Ha, bo'ldi, olmayman siz. Mana uni tanidingizmi buni? ha, taniyman. Naya xo'pmi? Xo'p. Endi azizlar aybga buyurmaysizlar. Bu yerda juda ko'pchilik kameraga men kameraga tushib qolmay deydi, o'shaning uchun aybga buyurmaysizlar. Xo'p, Hakima xolam qayerda? Hakima xolam. Narigi xonada. Hakima xola? O, Hakima xola. Laylo yaxshi ko'rsin. Va Hakima xolam haligi medikur, pedikur, makiyaj shunaqalar qilyapti-ki. Arabistondan ham mehmon kelibdi. Kim? Taxmin qilingchi. Bilmaysizmi? Siz umraga ketayotganingizda birinchi yordamni bergan kim edi? Esimda bormi? Tojikistonlik Laylo Hojonani tanirmidingiz? Yo'q. Ko'rishgansiz. Qaqa yuringlar, o qo'yishmayapti ichkariga. O Hojonani ko'rish uchun ko'rmonani beringlar deyapti. Ha. Mana yerga kelavering, mana salqin joylarda. Aqcha beringlar, Bu tarixiy uchrashuvda ikkita yolg'onchilarning uchrashuvi. Enam mayda kelamiz deb va'dalashgan ekan. Ana. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Tarixiy uchrashuv azizlar. Ha? Yolg'onchi bo'lib. Men remont bo'lib qolib, mana bola olib Mendan to'ngamayna, to'g'risini ayting. mayda kelardi. Hey, ena, mendan to'ngamay, to'g'risini ayting. Assalomu alaykum. Xo'p, qani? Tashadingizmi? Tashadim. Tuyatishdi yaxshi ekanmi? Yaxshi, Alloh razı Tashadilar hastani, ko'z tegmasin. Kelyapman degan. Jiyaningiz ham Quvvat yiqqani yaxshi. Qon qisvatudiyu yaxshi. O'zingiz qanday? Sog'ligingiz qanday? yaxshi. Ya, otdek ena. Ha, kecha mashinam ustiga tushib qolib, Uni ustiga Ahmadjon akam Injadan olib kelgan. Adaham akam, yo, bugun yetib keldilar. Ha, haligi Hindistonga jo'natib yubordik-ku, keldi. O'shani kutgani borsangiz deb. Assalomu alaykum, xojona. Xojona bo'lyapsizmi? Charchamasdan. Endi tanidingizmi? Nimada? Ikkinchi xonada bilayotgan edi. 2 kun yotib ketib qoldingiz. Ha. Tandingizmi endi? Ha. Jimsiz, xojona. Kam bo'lsa ham. Mashalloh, rahmat. Bu azizlar mana esdalik obi zamzam suvlari tozalari. Hadiya olib kelibdilar. Alloh dargohida qabul qilsin hadiyalaringizni. Rahmat. Bu insonlar duosini olamiz. Ana undan keyin ishga sho'ng'ib ketamiz. Bo'ldi, tushmay qo'ying. O'tiringlar.
hamma bemorlarga Xudo shifo berib, anjomlari sog' bo'lib qo'yyapti. Allohu akbar. Hech ham kasal bo'lmanglar. Ilohim hamisha mana qaranglar. Bitta oddiy video, men nimaga bu videoni qarang. Siz Qozog'istondan, siz Qirg'izistondan, siz mana Tojikistondan, Olmaliqdan. Qarang, hozir chiqadi Buxoro ham. Qarang, oddiy bitta video qay darajada insonlarni birlashtiryapti. Men shundan xursandman xolos. Sizlar xursand bo'lsalaring, shu enam xursand bo'lsa duo qilib yursalar bo'ladi. Qalay tog'am ancha yaxshimi? O'tgan safar videoga chiqdilar tog'am. Ha. Ha, videoga olyapsanmi meni? Ha, videoga olyapman dedi. Ya, biz unaqa sirlarni bilganmiz yo'q-da, mana endi aytdingiz, endi sekin she'rlarni eshitamiz. Sog' bo'linglar. Hech kimda shikoyat yo'qmi sut bo'yicha? Hamma zo'r. Ena, bugun shetdasiz endi. Didorlashib hamma bilan. Keyin hali ketayotganda olib ketaveraman. Ha? Yo, hamma yo'qdi menga to'ngayapti-da, hozir mayda ko'rishamiz degan ekan. Baq bilan. Manuta deyapti. Aprelda olib keldi meni deyapti. Ha, sizda imkoniyat bor edi-yu kelguncha yotishga. Endi hozir nima o'shanda olib keldingiz bo'lsa men. Ha, shu Qurbon hayitiga shu marosim qilaman deb urinib yotibdilar-da. Mayli. Zerikkaningizni olib ketib turaveraman, yotmasangiz ham. Ha? Mayli, gaplashib o'tiraveringlar. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yo'q, bu Qunduz enam. U aka bugun keldilar. Wo! Yuring kirib chiqaylik bo'lmasa. Xo'p, azizlar, hozir bo'lmasa biz ichkariga kiramiz. Shu ko'rishing Hoji tog'a bilan tashakkurlarim bor. Rahmatlarimni aytib qo'yay, deyaptilar. Hoji ona katta rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hashi. Alloh qaytib bergani rost bo'lsin, ikkovlaringni ham. Uyga borsam so'rayman sizni. Xo'p, qadrdonlar, ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Aka, omonmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Keldingizmi? Qalay? Uchrashdingizmi? Yo'q, endi kiradi, hozir keldi. Odam bor hozir bitta. Hozir. Ha, hozir o'tirib turing, bitta odam bor ekan. Qabulda odam bor ekan, azizlar. Hozir qabul tugagan, qabuldan chiqqandan keyin ruxsat berasiz, shu enan shuni so'rashib oladilar. Qaytib chiqadi. Yo'q, aytdim. Yo'q, xola. Bir xola. Ha. Enalarning eng zo'ri. Ha. Bir tarozga chiqing, tortib oling. Siz necha kilo ekansiz? Kelingchi. Oh, onani ketay. Hop, qo'llaringizni oling endi. Hayt, qirchillama, 65 kilo. Sizga necha kilo tortishdimi siz hali? Kelingchi. Yo'q, tortmayman. Yo'q, siz emas, akani aytyapsiz. Siz taroziga chiqib oling, aytmasdilar. Men ketyapman. Siz necha kilo vес tashladingiz? Ha? 2 kilo. Gap yo'q. Mana 7 ga 8 ga bo'ldimi kelganlar? 9-chi. 86 kilo, 85. Xudo xolasa 2 kundan keyin Otam bilan birga kelgan ekansiz-da. boring yetadi. 74 76 yetadi aka. 2 kun. Xudo xolasa. Kelinchi. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet,
allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 5200 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkent shaharchasi, Dasht mahallasi.